Lekin men boshqalarni olsam, shirkatimiz 3 oydan beri izchil ziyon tortibdi-ku. Necha pul ziyon tortdi? Yo'q, direktor shirkatchi ziyon tortib boqmadi. Unda bo'lib qolsa, skladga qaraydigan xodimlarning, amallik saqlovchi xodimlarning, yana pastdagi bizning tuvan tarafdagi ishchi xizmatchilarning maoshi 3 oydan beri nima ishga tortilmadi? Bosh direktor yaxshimisiz? Yaxshiman. Direktor sizga deydigan azroq ketim bordi. 2 minut vaqtingiz olsam bo'lamdi. Ha, ma'qul. Direktor bunda gap. Anglashimcha necha shirkat zino sud qilibdi. Analikin men sud kasatlashib, bankaga behcha qarz olib ketibdi. Shu an men bu shirkatning xodimi sifatim bilan bu ishga faqat qarab turamidim. Az bo'lsa-mu, markortoy mushnetil yozi ishlab, chiqqan 50 ming ko'rik pul batdi. Buni shirkatning ishlariga ishlatdim. Bizning shirkat unda ish yo'q. Shirkat azaldan foydaga menyotido. Buning ustiga hozir men yengtuni bozorga solamiz deyapmiz. Nima unda ish yo'kin, kimni oldingiz unda gapni? Dinlar jani oshna degandi. 3 oyda ko'p qoldi mushta da'vat qildi. Bo'ldi direktor tatma elaveraman. Kasalni o'chirsan o'lim oshkora degan gap bor. Nima degan bilan bu shirkatga 100 necha xodimning istiqbol bilan munosabat kishi emasmi? Biz bu shirkatning yaxshi taraqqiy qilishini xohlaymiz. Bo'ldi bu pul sizda qolsin. Bizning shirkat raslan unda ish yo'q. Uning ustiga bizda haftaning oldida bankaga 5 million pul omonat qo'ydik. Bu pulmi mush shirkatningki mush 20 yillik foydasi. Nima unda ish yo'q bizning shirkatda? Lekin Dilnor jani 3 oyda ko'p qoldi mushunda da'vat qilay. Shirkatning ishi yaxshi emas deb mening maoshimni taqatmagan, ammo isklad qilgan amal qo'dug'uchi ham yuk to'shiydigan kishilarning maoshini taqatmabdi ekan to'q. Ularning ichida oylik iqtisod yaxshi emas kishilar bordi. Shuna Maoshni ko'mandiganda. Hamma o'shincha bir surishtirib, unda sizga javobini beray. direktor bunda deydi. Ali. Bizlar imkonlashgan banklar aloqalashib, modellarningki shaxsiy hisobotini tekshirib, ma'lumot beradi. Ma'qul, telefon qilsam bo'ldi. Ma'qul qo'y. Tamam. Direktor, men chaqirib ekansiz, topshiradigan bir ish bormi? Ha. Ma'u sizga ish beqing deb berganman mikro davrninki. Guvar qiz, xonim qizlar oliy iksir yurishlikninki unumi qandaroq ekan? Bizningki sechishtirimizga kelsak bo'g'dakmi? Ha, bu masala shunchaki yaxshi-ku, direktor. Bu masala mush ayollardagi ommadan ojizligi, aniki mush butun badanni sovuqab ketish, putqullar ismaslik, qon sovib ketish, mush yo'llik chiqib bo'lish mush ahvollarga shunchalik manfaat qildi ekan. Mencha bo'lsa bu shirkatimizdagi setish nuqtasiga kirgizsak, yaxshiroq bo'larmikin deb o'ylayapman. Unda mush mahsulotni bizningki yangi setishtirimizga kirgizsak, anglasam shirkatimiz 3 oydan beri izchil ziyon tortibdi. Shu ziyonning o'rnini to'liqlig'i bilan mush mahsulotni setib. Yo'q, direktor ziyon tutqayish yo'q-ku. Mencha bu mahsulotni setish nuqtamizga kirgizsak, foyda olamiz deb o'ylayman. Lekin men boshqalarni olsam, shirkatimiz 3 oydan beri izchil ziyon tortibdi-ku. Necha pul ziyon tortdi? Yo'q, direktor shirkatchi ziyon tortib boqmadi. Unda bo'lib qolsa, skladga qaraydigan xodimlarning, amallik saqlovchi xodimlarning, yana pastdagi bizning tuvan tarafdagi ishchi xizmatchilarning maoshi 3 oydan beri nima ishga tortilmadi?